Kesdi dardlarim onam mening ko'nglimga to'zim tilagan Pokiston isim dilbar onam hammaga chiqmaganimizga bilasizlar bir hafta bo'ldi. Lekin hozirgi men boyagani ichkaridagi situatsiyani men videoga ulardim. Yana Abdulloh ular ham ko'rishdi. Sen ham ko'rding. To'g'risi azizlar, olmani tagiga olma tushadi degan gap bejizga aytilmagan xalqimizda. Chunki bizga aloqaga chiqqan inson onajonlarini tug'ilgan kunlar bo'lmasa ham qarindoshlar yig'ilgan holda diydor shirin yig'ilishgan ekan va shu fursatda onajonlarini xursand qilishmoqchi bo'lgan ekan. Hech kimga aytilmagan ekan, lekin biz borib surpriz qildik. Eng qizig'i xuddi o'sha onajonimiz bizga aloqaga chiqqan ayolli qizlari ham surpriz qilib qo'yishgan ekan. Undan so'ng esa ularga surpriz qilib gul bergandik. Ishoninglar, mana hozirgi ko'rgan joylar xuddi o'shandan namuna edi. Hammaga kuzatishdi. Nima desam bo'ladi? Abdulloh, nima deysan? Mayli. Emotsiya juda ham bir go'zal bo'ldi, ishonaveringlar. Anchadan beri bunaqa emotsiyaga boy bo'lmagandim. Mayli, umrlari uzoq bo'lsin onajonlar. Baxtimizga farzandlarning baxtli onajonlarimiz hamisha sog' salomat bo'lsin. Bizdan esa kuzatish davom ettiring. Agar sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Pastgina menga murojaat qilaveringlar. bu juda ham boshqacha narsa bo'ldi, lekin to'g'risi. Aka Salomat bo'linglar, kuzatishda davom. Charchanglar.